Sizlar bilan Dragon kanalimizda 4 ta obunachi bo'libdi. O'rtaniga hammaga rahmat. Endi men bugun sizlarga men qanday survival qilishim haqida aytib o'taman. Qani bo'lmasam boshladik. Mana endi bug'doyni terib olamiz. Bundan non qilamiz. To'g'ri, nonim ko'p, ovqatim ham juda ko'p, lekin baribir ortiqchalik qilmaydi. Xo'sh, ko'p ekan mening uyim. Qanchalik chiroyli bo'lmasa ham chidasa bo'ladi. Xo'sh, tanishtirib o'taman. Mana mutlaq agrega ko'rmaganman. Mana sandig'im bo'lsa, mana bunday narsalar bor. Qahramonni solib qo'yamiz.